Agar Arsenal bu mavsum APLda g'olib bo'lmasa, ular tarixdagi eng omadsizlar deya atalishi mumkin. So'nggi yillarda APLda katta dominantlikni Manchester City qo'liga oldi. Yagona raqobatchilar esa unga Liverpool va Arsenal edi. Kanariylar ketma-ket 3 mavsumdirki APLda ikkinchi o'rinni egallashdi. O'sha vaqtlarda Arsenalga haqiqiy chempionlik ruhi yetishmas edi va mavsum oxiriga kelib jamoa ketma-ket mag'lubiyatga uchrar edi. Ammo hozirgi kunga kelib vaziyat umuman boshqacha. Chelsea endilikda tiklanmoqda. Manchester United doimiy yaxshi natijalar qila olmaydi. Manchester Cityda hali ham APL bahslarida kuchli inqiroz kuzatilmoqda. Liverpoolning chempion bo'lishiga esa deyarli hech kim ishonmaydi. Lekin bu mavsum Arsenalga APLda chempionlik uchun ruhiyatning ham keragi yo'q. Chunki ularning jamoasi allaqachon ikkiga bo'lingan. Yozda ularga Viktor Gyökeres, Eberechi Eze, Martin Zubimendi va boshqalar kelib qo'shildi. Kimdir jarohat olsa, albatta ularning o'rnini to'ldiradigan biror futbolchi topiladi. Agar kanalimizni kuzatib bormasangiz, bizni yana ko'rish ehtimolingiz juda kam. Lekin obuna bo'lgan bo'lsangiz tabriklaymiz. Bu yog'iga har kuni yangi bilimlarga ega bo'lasiz. Jamoaning asosiy to'purari ham aynan yarim himoyachi Mikel Merino. So'nggi 7 ta o'yinda ular darvozasidan to'p olib chiqmadi. Bu esa aynan jamoa bir nuqtaga tayanib qolmaganini va har bir nuqta a'lo darajada ishlayotganini anglatadi. Agar shunday holatda ham ular chempion bo'la olishmasa, bu haqiqiy sharmandalik bo'ladi.